Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini bo'lsin. Mushu oyning 11-kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi, Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Isa va Dunyo Uyg'ur qurultiyidan bir heyət Germaniyaning Krefeld shahrida Türklarning milliy görüş tashkilotining taklifi bilan mazkur tashkilotning yosh rahbarlarini tarbiyalash yig'inida Sharq Turkiston va Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida leksiya berdi. Bu faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Isa, Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining moliya mas'uli Abdujalil Ahmad va Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchur axborot markazining mudiri Iftixor Abdurashidlar qatnashgan. Dolqin Isa Efendi o'zi maxsus tayyorlab kelgan doklad orqali Türk yoshlariga Sharq Turkiston va Sharq Turkistonning tarixi, yaqinqi zamonda qurilgan ikki qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyati va shu davrdagi siyosiy arxiv ko'rinishlar, Uyg'urlar kim va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining dunyoning har qaysi joylarida elib berayotgan faoliyatlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Parlamenti, jumladan G'arb dunyosida elib berayotgan lobby faoliyatlari haqida atrofli ma'lumot bergan. Böyle bir yer ama bu zenginliklerini Allah bize vermişler ama biz faydalanamıyoruz. Şimdi Doğu Türkistan dünyanın en zengin coğrafyası olmasına rağmen ama insan legal action network ve avukatlık şirketi var. Bunlarla beraber 2,5 sene hukuk mücadelesi verdik. Ve de ilk şeydi çünkü İngiltere Gümrüğü'ne ve İngiltere İçişleri Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Belçika, Kanada, Danimark, Estonya, Finlandiya, Fransa, Germaniya, Almanya, Iceland bunlar işte en son 2022'sinde 51 ülke şimdi Doğu Türkistan'daki soykırımcılığa tınırlar ama 61 tane ülke şey yaptılar, devam. Dolqin Isa Efendining bildirishicha, bu faoliyat Milliy Görüş Tashkilotining dunyoning har qaysi joylaridagi kelgusi uchun yetishtiriladigan yosh turk yoshlar uchun kelajakdagi yosh rahbarlarni tarbiyalash nomidagi kursi bo'lib, bu kursga Belgiya, Gollandiya, Fransiya, Germaniya, Shvetsariya, Avstriya va Yevropaning har qaysi davlatlaridan yuzlagan turk yoshlar kelib qatnashgan. Dolqin Isa Efendi turk yoshlarga so'zlagan leksiyasida bugun dunyoning boshqa joylarida yuz bergan har qanday bir qirg'inchilikning, mayli Falastin bo'lsin, mayli Suriya bo'lsin, axborotlarning kameralar orqali eng tez suratda tarqaldiganligini, ammo Sharq Turkistonda Xitoy ishg'olidan keyin qirg'inchilikning aslo to'xtab boqmaganligini, ammo Sharq Turkiston bo'lsa tajovuzchi Xitoy tarafidan ust ochiq turma shaklda boshqarilganligi uchun Xitoyning Sharq Turkistonda ilib borgan qirg'inchilik siyosatini hech qanday axborotning naq vaqtida va naq maydondan xabar qilish imkoni bo'lmaganligi uchun mayli turk dunyosi bo'lsin, mayli islom dunyosi bo'lsin, Sharq Turkistonda yuz berayotgan qirg'inchilik oldida sukut qilayotganligini ta'kidlab, bugun vatanimizda yuz berayotgan qirg'inchilikning dunyoning hech bir yerda o'xshashi yo'qligini, Uyg'ur xalqining Xitoy vatanimizga oyoq bosgandan beri qirg'inchilik uchrayotganligini dalillar orqali tafsiliy tushuntirib o'tgan. Burada bugün pırıl gençlerle gördüm. Duyarlı, davaya saygılı, duyarlı bir gençlerle beraber olmak beni gerçekten sevindirdi. Ben de bir dönemler bir genç aktivistim. Genç bir neslinin davaya sahip çıkması gerçekten bizi çok sevindirecek bir hal. Bugün burada genç arkadaşlarımızla beraber Doğu Türkistan meselesini konuşma fırsatımız oldu. Gerçekten ben çok sevindim. Çünkü gençler davayımızın geleceği. Bunları davayımızı güzel bir şekilde aktarmak, davayımızın başka nesillere de aktarılmasına ve başarılı ulaşmasına sebepçi oluyor. Bundan dolayı bugün beni buraya davet eden başkanlarımıza teşekkür ederim. Gerçekten Doğu Türkistan davasının en azından bir bölümünü olsa da bile sizlerle paylaşabilme şansını yaşadığımız için kendimi çok mutlu hissediyorum. Buradan da gençlere söyleyeceğim, sadece bir kerelik bir seminer halinde olmasın. Bu söylediklerimiz bir fiili harekete dönüştürülmesi gerekiyor. Geldiği ülkelerde, geldiği yerlerde Doğu Türkistan davasını arkadaşlara, çevresine anlatmasını ve kendi çapında bu davaya sahip çıkmasını talep ediyorum.
Çünkü böyle anlatmakla ve anlattıktan sonra pili harekete geçmekle başarıya ulaşacağız. İnanıyorum ki sizler gibi güzel destekçilerimiz, arkadaşlarımız olan müddet içerisinde başaracağız. Bu faaliyetten keyin Dolqun Aysa Efendining Xitoyning Erkinlik Toziqi nomli kitobining turkcha nusxasini imzo qo'yib tarqitish murosimi o'tkazilgan bo'lib, yoshlar besbasda Dolqun Aysa Efendi va qurultay vakillaridan savollar so'rashib, Sharq Turkiston da'vosi uchun biz nima qilib bera olamiz degandek savollarni so'rashgan. Dolqun Aysa Efendi bu yoshlarga bu da'voni Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirguchi davom qildiganligini ta'kidlab, yoshlarga o'zlari o'qiyotgan oliy maktablarda, ish o'rinlarida bu da'voni anglatishini, tanitishini aytib o'tib, Sharq Turkiston da'vosining faqat Uyg'urlarning da'vosi bo'lib qolmasdan, barliq turklarning va turk dunyosining vijdon da'vosi ekanligini ta'kidlab o'tgan. Uyg'urlar va kishilik huquq tashkilotlari Xitoyni BDTda javobgarlik tortishtirishchiligidan aslo voz kechmaydi. Xitoy hukumati BDT 60-navbatlik kishilik huquq kengashining 24-sentabr kuni o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va ayollar huquqini qo'g'dash yig'iniga BDTda o'ziga sahna hozirlash va xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun men Xinjiangdan keldim axborot markazining qurg'uvchisi Manqurt Qurbonjon Samat va Avstraliyadagi demokratik davlat turibmi erkinlik va demokratiyadan nasibasini ololmagan Xitoyparast artist Parizat Xeni qatorli ikki manqurtni birga kelib kelgan bo'lib, bu ikkisi BDTda Xitoyning atalmış millatlar siyosati, har qaysi millat ayollarining iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotdagi natijalari, gullanish haqidagi atalmış natijalarini bozorga solgan edi. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Zumratay Erkin xonim o'zining ko'z qarashini bayon qilib, Xitoy hukumatining har qatimliq BDT kishilik huquq kengashida bundoq manqurtlarni akilib so'ziltirganligini, ammo buning xalqaro jamiyat va kishilik huquq tashkilotlari ichida cho'ng ta'sir ko'rsatilmaydiganligini ta'kidlab, mundaq deydi. Şu 60-navbatlik yig'inimi bir qancha tashkilotlar, ya'ni Uyg'urlarning masalasini qo'ydi. Biz Dunyo Uyg'ur qurultayi sifatimiz bilan bizmi o'tirib qo'ygan bo'ldik. Demak, yana xalqaro sahnada Xitoyni qo'ypamidi, ya'ni shu Xitoy elib berayotgan Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni va yoki Tibetliklarga elib berayotgan assimilyasiya siyosatlarini xalqaro jamiyat unutib qolgani yo'q. Shunga bu dokladlar masalan xalqaro tashkilotlardan va yoki Ali komissarning ishxonasidan dokladlar va BDT dokladchilarining mushto'g'riliq to'xtamay Xitoy hukumatini suylab ma'lumot olishga tirishayotganligini Xitoy sezdi va bilyotdi va besim kelayotqachqa Xitoymi yolg'on xabarlarni o'xshamagan shakllarda hamda o'zining propagandasini shu sahnada qilishga tirishayotdi. Ammo albatta bu yerda bu xalqaro sahnada Uyg'ur tashkilotlari bo'lib Dunyo Uyg'ur qurultayi bizning qilayotgan lobby faoliyatlarimiz kuchli bo'lg'achqa yanalam jiq davlatlar bu propagandaligini bilgilik. Shunga undan ansirab ketishga bo'lmaydi, lekin albatta buni biz kuzatib turishimiz kerak. Bu yana nalarda mushtaq yolg'on Uyg'ur shohidlari yana nalarda paydo bo'lishi mumkin. Balkim hozir Yevropa bilan Xitoyning munosabati qaytadan shakllanib qilayotqachqa bo'lib Yevropa parlamentda, balkim Yevropa parlamentlarga yoki Yevropa sahnalariga akilib mushtaq yana boshqa Uyg'urlarni so'zish mumkin. Bu yana bir narsa, hamda shu yaqinda muhojirat Uyg'urlarning vatanga chiqayotganligini shuning bilan aloqasi bor deb o'ylasak bo'ldi, chunki shu vatanda chiqib Xitoy hukumatiga tashviqotni qilib berishning bir sababi desakmi, shu muhojiratga turayotgan Uyg'urlarga bir signal avatish, balkim vatandagi vaziyat nihoyat yaxshi, nihoyat go'zal, chet eldagi davlatlardan yaxshi yashayapmiz degan yolg'on bir mesajni, yolg'on bir xabarni shularga tashviq qilishi bo'lishi mumkin. Masalan, shu chiqqan Uyg'urning birisi Parizat degan ayolning burungi videolari qarasak, unidarlarda shu ayol Xitoyni maqtab, Xitoyni yaxshi ko'rsatib va boshqa g'arb davlatlarni yomon ko'rsatishga tirishgandi. Chunki bu ayol burun Avstraliyada o'zi 6 yil turgan ekan. Shuni misol qilib, men Avstraliyada mushtaq uzun turgan u g'arb davlatlari uncholar yaxshi emasga bak oshirib o'tmayli do'stlar deb mushtaq undidarlarga chiqib deganligining, demak muhojiratga turayotgan Uyg'urlarga sizlar boshqa g'arb davlatlardan toqilayotgan xabarlarga ishonmanglar. Bu yerda Xitoy undaq eski emas. Xitoy Uyg'urlar uchun
yaxshi ishlarni qilyotidi, vaziyat shunda yaxshi, biz Uyg'urlar yaxshi yashayapmiz degan mushu yağan xabarlarni taqtish uchun bu bir Xitoyning bir nishoni deb o'ylayman. Xitoy hukumati har qatamliq kishilik huquq kengashi mezgilida buningga o'xshash vatan xoinlarini BDT sahnasiga olib chiqib, xalqaro jamiyatni aldashga uringan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston masalasi allburun xalqaro diqqat qiladigan bir masala bo'lib bo'lgan. Kishilik huquq tashkilotlari va demokratik davlatlar Xitoyning soxtapazligi va xalqaro sahnalardagi ikkiyuzlamachilikni allburun his qilib yetgan bo'lib, 25 sentabrdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 60-navbatlik kengashining 22 va 23 yig'inlarida nurg'un davlatlar Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga qarta kuchli andishlarni o'ttirib qo'ygan. Munozirada Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi Xitoyning qonunga xiloflik qilish masalasi muzokara qilingan bo'lib, Xitoyni xalqaro qonunga hurmat qilish va BDT kishilik huquq organlari bilan hamkorlashishni qayta talab qilgan. Bu yig'inlarda Yevropa Ittifoqi kishilik huquq vakili va Avstraliya Xitoyning Uyg'ur va Tibetlarga qarta ilib berayotgan kishilik huquq dafsanchiligi masalasiga qattiq ko'ngil bildirganligini ta'kidlagan. Gerçi Xitoy hukumati 24 sentabr 2 Uyg'ur tilli manqurt orqali o'zining Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini oqlashga uringan bo'lsa-mu, 25 sentabrdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 60-navbatligida 22 va 23 yig'inlarida Germaniya, Finlandiya, Irlandiya, Angliya, Daniya, Yaponiya, Shvetsariya va Shvetsiya Sharq Turkiston va Tibet vaziyatining yanada og'ir ekanligini, Hong Kongdagi siyosiy huquqning buzilishidan andish qilayotganligini ta'kidlab, Xitoyni din, fikr va yig'ilish erkinligiga hurmat qilishga chaqirib, tutqun qilingan Uyg'ur ziyolilari va Tibetlarning diniy shaxslarini darhol qo'yib berishga, davlat xalqigan bostirishini qattiq ayblagan va har qaysi davlatlar asos erkinlikni qo'g'dash, Xitoyning bostirishiga uchrayotgan Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa osonliklarning huquqiga hurmat qilish, Xitoyning javobgarligini surishtirishning lozimligini ta'kidlashgan. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Madaniyat Komiteti Norvegiyaning Ordferer shahrida shaharlik madaniyat faoliyatiga qatnashib, Uyg'urlarni tanishtirgan. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Madaniyat Komiteti 11 oktyabr kuni Norvegiyaning Kolploten shahrida shaharlik hukumatning taklifi bilan madaniyat kuni faoliyatiga qatnashib, Uyg'urlarni tanishtirgan. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Madaniyat Komitetining mudiri va Uyg'ur Yevropa Madaniyat markazining raisi Uyg'ur san'atkor Mo'minjon Rahmonjon Kolploten shaharlik hukumatning taklifi bilan qatnashgan mazkur faoliyatga Uyg'ur madaniyatiga oid yemak-ichmaklar, kiyim-kechaklar, musiqa asboblari qatorliqlarni ko'rgazmaga qo'ygan bo'lib, Mo'minjon apandi Uyg'ur musiqalari va muqomlardan ariya o'rinlab bergan. Faoliyatda Mo'minjon o'z ko'rgazmaga qo'ygan Uyg'ur madaniyatiga oid buyumlarni tanishtirish bilan birga o'zining Uyg'ur millatidan ekanligini va Uyg'urlarning Xitoyning mustamlik qilib olgan Sharq Turkistonning qadimiy xalqi ekanligini, bugun Sharq Turkistonda Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizib, millionlagan Uyg'urlarni jazo lagerlariga solib, majburiy emgak selayotganligini tanishtirib o'tgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.